Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari hamda YouTube ishqibozlari, buq ishqibozlari. Do'stlar, bugun haftaning 6-kuni shanba, 16-may 2026-yil. Andijon viloyati Xo'jaobod tumanidan buqalar qatoridan videorolik tayyorlayapmiz. Semiz buqalar taroziga, tirik oyog'iga qancha bo'layapti? Boqma buqalar. Boqmaga tashlashga tayyor variantlari. Qisqacha ma'lumotlarni berib, narx-navolarni yoritib berishga harakat qilamiz. Sizlardan bitta iltimos obunachilar, mana shu videoni ko'rishdan oldin bilmaganlar uchun mana shunday turgan qarasalaring, mana shunday bir rasm turibdi, ramzi turibdi. Shuni bitta ezib qo'yinglar. Like bosinglar do'stlar, xursand bo'lardik. Arzimagan mehnatimiz uchun. Sizlar uchun mana xizmatdamiz do'stlar. Syomkalarimizni boshlayapmiz, videoroliklarimizni. Baho berib ketaverasizlar. Aka, nech pul deyapsiz Greenfordni? 55 milyon der. 55 milyon so'm. Kilosi qancha primerni aka? Tarozigan so'rayapsizmi? So'rash qancha berdi? 67dan 71 ga da oldi işte. 71 ming so'mgacha berdimi? 71 ming so'mgacha berdi obunachilar. Semiz. Quruq boqilgan ekan aka, yog'siz buqalik uchun yem yemagan buqalar. O'zlaring ko'rib baho berib ko'rasizlar. Ikkovi ham narxi bir xilmi aka taroziga? Taroziga bir xil narx. Xo'p, ana. Bu tomonda bunisini ham yoritib qo'yamiz do'stlar. Nisbatan bunga qaraganda kichikroq olgan. Kilosi balandmi? Xo'p, obunachilar. Nisbatan kattaroq olgan bunisi, lekin pakanaroq olgan. Taroziga u darajada to'shlik tusha olmasa ham 10 kilo 15 kilo chiqarib aytyapmiz do'stlar primerni. O'zlaring baho berib ketaverasizlar. Aka, ikkovini bir joyga oldim degani nech pul aytasiz narxini? Tirik oyog'iga. Yaqinrog'inimi? Ha. Aka 100 milyon bersan yaqinroq. 100 milyon so'm narx aytyapti. Kelishilgan joy bor-a? Kelishiladigan joy bor. Aytilgan narxi qilingani ham muhim emas. Asosiysi telefon qilib bog'lansalaring, yo'lda qilib beraman deyapti. Aka, nomer aytib ketsangiz. 91 481 0705. Aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Dehqonchilik tirikchilikmi? Dehqonchilik. Qancha boqsiz ekan uni? Sakan baxtim, 6 oyga yaqin baxtim. 6 oyga yaqin boqilgan buqalar. Kunjara yemagan. Aka, 6 oyga yaqin boqsa, nech puldan olasiz buni? Olganda 15 milyon so'mdan olingan ekan obunachilar. Mana 6 oy boqilgan buqa 100 milyon so'm narx aytyapti. Savdolarini taroziga qancha qilganlarini o'zlaring eshitdilaring obunachilar. Xo'p, navbatdagi ko'rsatishda davom etamiz do'stlar. Xo'p, buqani ko'p bo'ylar obunachilar, bo'ylari 1.35 plus atrofida. Hojiga qancha bo'ldi? 70 mingdan 710 kilo, ha? Skitka yo'q, ha? 1 kilo ham skitka yo'q, mana tirik vazniga. Sotilgan buqa obunachilar. Yaxshi semirgan, yaxshi boqqan, xudo xolasa, dehqon boqib olib chiqqan qassob akalarimiz sotib olgan. 70 ming so'mda mana skitkasi yo'q. Angus buqa bozorda baraka bo'ldi. Olmoqchi bo'lganlar, sotmoqchi bo'lganlarga mana realni ma'lumot. Do'stlar, asosan sotmoqchi bo'lganlarga. Semizliklari xudo xolasa. Ha? Sotiladi ham aka? Ustiga yursa beriladi. Xo'p, ustiga ozmoz yursa beriladi. Akalar, obunachilar, men qassob akamiz olmabdi. Savdogar akamiz olibdi. Nech pul narx aytasiz aka? Taroziga qancha? Telefon nomer yozib qo'ysin. Bo'l, ayting nomeringizni. 93. Hop. 780. Aha. 90. Shunga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaveradi. Taroziga, tirik oyog'iga ham kelishilaveradi. Kimga tushsa, aloqaga chiqaverasizlar. Savdoingizni bersin aka. O, navbatdagi buqalar obunachilar. Bo'ylar endi qiziq bo'lsa sizlarga bo'ylar, kilolarni aytib ketamiz. 1.5 tepasidagi buqalar. Gigant buqalar obunachilar. To'g'risanmi? Akalar, sizlardanmi? Nech pul deyapsiz aka? 75 dan kilo. Kiloga 75 dan bozor so'rayaptimi? 67. 67 ming so'mdan 5 skitga so'rab turibdi. Berasan yana biladi, to'xtab tur, o'zini ham oling aka. Yo'q, aka, bu joyda hozir uchoviga pul beryaptimi 67 ming so'mdan? Ikkoviga shved bilan buni 68 milliondan qilyapti. O birinchidagisini do'stlar mana. Xo'p. Kilolar taxminan aka chiqami 700 kilo 800 kilo atrofida? Tortilmagan 750 kilo tepasidagi buqalar obunachilar. Tortsa baraka bo'lsa mana yoritib berishga harakat qilamiz. Shved buqa.
Bo'ylarini aytib o'tdik mana kilolari. Xudo xolasa 750 tepasida past emas. Bozorda eng katta buqalaridan bittasi. Bu kimdan ekan hoji aka? Sizlardanmi aka nech pul deyapsiz buni? 50 million. 50 million so'm kami bor ekan. Xo'p, aka dehqonchilikmi bu? Qancha bo'lsa aka buni? 1 yilcha boqqan. 1 yilcha boqilgan qoza. Quruq boqdingizmi aka? Yemda. Yemda boqilgan, yog'siz nisbatan. Hop. Bo'ylari chiqadi 1.35 plus a? Chiqadi bo'ylari 1.35 plus. Nech pul narx aytyapsiz buni? 50 million kami bor. 50 million kam bor. Tarozigachi? Taroziga 64 dan savdo qilyapti, 67 dan deyapti. 67 dan narx aytyapsiz, 64 ming so'mdan pul beryapti. Hop, trevazni tortib ko'rmaysizmi? Qiziqishga. 670 kilo. 670 kilo buqa obunlashlar. Qo'sop akalarimiz tushadigan bo'lsa, nomer qo'yib qo'yasizmi? Ayting nomerlaringizni. Hop. 060 Aha. 47 57. Kimga qiziq bo'lsa, mana obunlashlar aloqaga chiqaverasizlar. Sifatli, yaxshi boqilgan buqa ekan mana. Hop. O'rtacha holatdagi buqa. Endi katta bo'lib katta emas. Yaxshi boqilgan ekan. Yog'siz obunlashlar, xudo xolasa. Bu kimdan ekan hoji aka? Nech pul deyapsiz Shvedda? 60 million. 60 million tirik oyog'iga pul aytilyapti. Tarozigachi tog'a? Tarozi 70 million. 70 ming so'm. So'radim bozor. Qancha qilyapti? Necha kam 50 million. O, ozgina kam 50 million so'm qildi. Tirik oyog'iga. Hop, endi taroziga narxlar eshitdilaring. Qiziq bo'lsa, nomer bersa qo'yib qo'yamiz. Nomer qo'yib qo'ymaysizmi? Qo'saqlar. Nomer qo'yib qo'ymaysizmi aka? Nomeri yo'q ekan. Nomer yo'q. Xo'p, sog' bo'ling. Nomerni qo'yasizmi demoqchi. Sotib ketargan. Dehqonchilik tog'a bu? Qancha boqdingiz buni? 12 ola. 12. Nech pulga oldingiz? 21 millionga. 21 millionga olib mana roppa rosa 1 yil boqibsa, 14 oy adashib ketdi. ha, 14 oy boqilgan buqa mana. Qancha berdi shunda? Necha kam 1 million berdi. 49 million mana, 50 million. 50 million tepasiga bitta savdosi, ustiga ospos qopda. Mana 1 yilda mana shu darajaga kelgan shved buqa obunashlar. O'zlaring qancha foyda beryapti, mana o'zlaring baho berib qo'yaverasizlar. Ostilaridan, tepalaridan biz bu qator yoritib berishga harakat qilyapmiz. Xo'p. Bu tomonda shved chachishgan. Yaxshi, bu aytadi, mesni buqalar. Akalar sizlardanmi bu? Nech pul deyapsiz? 40 million tirik oyog'iga aytilyapti. Tarozigacha-ki? Taroziga aytilmayapti. Yana yemlasa bo'ladi, chunki shunchun aka. Qo'stop akalarga ham tushaveradi. Bora 500 kilo atrofida, 450 tepasi. Yo'q-e, chekam 600 kilo ekan bu narsalar. Hop, yaqinroqdan bo'ylarni oldilaridan ko'rmadik. Ha, boqilgan ekan. Niq xudo xolasa. Aka, nomer qo'yib ketmaysizmi? Sotib yuboramiz, bozoringizda bersa. Mana bu joyda ham bir bosh shved chiqqan ekan sizlar. Kimdan ekan akalar? Nech pul deyapsiz? 45 million so'm kami bor. Bo'ylari 1,5 bir chiqadi bu ya. 160 necha ham. Oho, 160 ekan sizlar mana. Bozor so'radim aka. Har xil so'rashyapti. Qancha bo'lyapti savdosi? 9 ga ham bermadik. 35 dan 39 gacha so'rab qo'ydik. 35 milliondan 39 million o'rtasida savdolari bo'lib turibdi ekan. Urug'ga ham ishlayveradimi aka bu? Urug'qa urug'ida turgani uchun hayvonga molga qo'yib yemlashga mana bo'lmadi. Arriq bo'lib ketadi. Ha, yo'q deyolmay qo'yib qo'yaman. Shu 1,5 oy bo'ldi yemlaganim. Ikkinchi mana bozordan shvedimiz urug' ishlaydigan bu narsalar. Savoydan keldi, Savoy. Savayskimi tog'a? Nima aka? Necha oyli bu? Yoshiga yetdimi? 2 yashar o'tib qoldi. 2 yashardan o'tgan buqa. Ikkinchi urug'ga ishlaydigan buqa ishlab turgan. Ishlamaydi, ishlab turgan. Bu narsalar sizlarga realni mana ma'lumotlarni beryapti. Hop, endi olib yemlab olsa ham bo'laveradi. Kara-karasini chiqaverasizlar, nomerini beradi, akamizdan yoritib qo'yamiz. Xudo xolasa, kimga qiziq bo'lsa, mana aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomer qo'yib ketasizmi aka? 1,5 oy yemlasa buni boshqa bo'lib sotadi. Yana katta bo'ladi, Otasi 920 kilo sotildi. 920 kilo, bolasi bo'lar 1 tonna. Boqishga bog'liq. Baxshiga bog'liq. Nomer aytib ketasizmi? 91. Aytavering. 161 50 40. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa. Dehqonmi aka, toza dehqonchilik ekan akamiz. Endi dastavkasini kelishilgan holatda qilib berasizlar. Aka bozorlarni bersin. Hop, Toshkentskiy barodarlar.
chatishgan gibrid variantlar obunachilar. Dehqon bilmayman, sotib qo'yadimi? Mana, ahamiyat beringlar-da, shunday arroda bo'ladi. Hop, o'tib egalaridan ma'lumotlarni yoritib berishga harakat qilamiz. Oldin bir ko'rsatdik, mana arkasiga o'tdik obunachilar, orqada tomondan ko'rinishlari. Semizliklari o'rtacha holatda, hali yana boqsa bo'ladigan variant. Sizlardan aka, nech pul deyapsiz? 30 million so'm mana pulini yengillatayotgan 450 kilo atrofidagi buqa obunachilar. Aka qancha savdo ko'rdi? 29 siz beryapsizmi? 29 million savdo beryapti. Savdosi bo'lyapti. 5 mingdan tortib oling dedingiz. Taroziga 65 dan tortib oling deyapsizmi aka? Taroziga 65 ming so'mdan olsin deyapti. Ha? Ya arzonlagan bilinyapti o'zi aka. Nisbatan tashlagan. Yorqo'rg'onni ko'rdinglar hali kuni. Seshanbani ko'rdinglar obunachilar. Hop mana. Toshkentga chatishgan gibrid smeshniy variantlari deganlarimiz obunachilar bo'ylari hayotda baland bo'ladi bilsanglar. Sizlardanmi aka bu? Nech pul deyapsiz? Aka 40 dan. 40 milliondan. Taroziga ham narx aytyapsiz? To'raga yo'q, taroziga aytamiz. Bahma yo'q bular. Bahma. Shuni mana dehqon akalarimiz, savdogar akalarimiz o'zlaridan og'izlaridan eshitib ketyapsizlar. Yurgan bu. Gazonda yurgan, ya mabodo qilsalaring, bunaqa parodasiga uruqqa ham ishlatsa bo'laveradi, kelishtirib olaveradi. Ikkovini jupa oldimsa qancha qilib berasiz? Aka 66,5 boryapti hozir. 66,5 millionga bermayapsizmi? Boryapti. Ustiga yursa beriladi. Dastavkalar kelishiladi. Nomer aytib ketasizmi? Telefon nomer? Nomerimiz yo'q ekan, mayli obunachilar. Hop, endi syomka davomida bilmaymiz, oldindan so'rab olmaymiz chunki bozorda kiramiz va savdolarni ko'rib yoritib berishga harakat qilamiz. Qaysi bu aka? Sardor Bey. Buqalar 50 buqa. Sizdanmi aka bu? Assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz? 35 deyapti aka. 35 million. Bozor so'radim aka. So'rayapti. Qancha savdoni ko'rdingiz aka? 35 deyapmiz aka. 32 gacha qildi. 32 milliongacha qildi. Kilosi chiqqan 500 kilo atrofida. Boradi, tortib ko'rmadingizmi? Uyda bormi ekan bunda? Ko'p aka. Nechta bor? Serob aka uyda, serob. Uyda serob ekan, mana so'ysa ham bo'laveradi, yana dalshi boqsa ham bo'laveradi. Yem yeb turibdimi aka? Yemlanib turgan holatdagisi. Telefon nomerlari. Nomer berishni xohlamadi, lekin sifatli, yaxshi buqalar bor ekan obunachilar. Xudo xolasa, abetdan keyin 50 boshga yaqin buqasi bor ekan, nasib bo'lsa, yoritib berishga harakat qilamiz obunachilar. Buqalarni yoritib berishga harakat qilamiz obunachilar. Mana bu tomonda ham yaxshi buqalar, ko'p buqalar chiqqan. Xo'jobod Chormol bozoriga qanaqa buqalar chiqdi deganlariga mana semiz buqa, har buqa hammasini yoritib berishga harakat qilyapmiz. Yemlashga tayyorlarni ham yoritib beryapmiz obunachilar, narxlarini ma'qul kelsa nomerlarini qo'yib qo'yapmiz, aloqaga chiqaverasizlar. O'rtacha holatdagi 350 kilo tepa atrofidagi buqacha. Aka nech pul aytyapsiz narxini? Nech pul deyapsiz? 30 million so'm. Kami bor mana obunachilar. Bozor so'radim aka, qancha beryapti? 25 million so'm savdolari bo'lib turibdi mana. Bozoringizni bersin aka. Demak, sizga ishli. Kimdan ekan bu shved akalar? Sizlar Greenford ishqibozlari uchun bo'ylari 130 ga boradigan varianti. Semizdan obunachilar tayyor holatda. Sizdanmi hoji aka bu? Yo'q. Kimdan ekan bu? Akalar sizlardanmi bu? Nech pul deyapsiz hoji aka? 55 million kam bor. Taroziga qancha so'rayapsiz? 67 ming so'mdan so'rashyapti xaridorlar. Siz qancha deyapsiz? 70? 70 dan deyapti akamiz. Jindep ne bilan bitami aka? Nomer aytib berasizmi? Sotib olamiz, xo'p. Ma'lumot o'rnida bilib ko'rasizlar, Greenfordlar narxlari qancha bo'lyapti obunachilar. Semizligini ko'ringlar. Semizliklari mana. Yaxshi boqilgan, niq xohlasa, yaxshi buqa chiqadi, yaxshi go'sht beradi. Qora kessak, tasirlab ketganimizni ham bilib berib turibdi obunachilar mana. 60 bizlaring narxlarini eshitdilaring. Hop, nisbatan kichkinaroq variant. Aka nech pul deyapsiz? 30 million kami bor. Chiqadi 4 kilo atrofida. 400 kilo, picha tepada chiqadigan buqa bo'ylari 120 atrofidagi uzra aka. Buqa obunachilar mana.
Arqalarini yoritib beramiz. Arqalarini ko'rishlari mumkin. Savdosi bo'ldimi? 26 ga chiqdimi? Dekonchilikmi? Yo'q. Tirikchilik, a? Nomer aytib ketasizmi? 99 Xo'p. 909 Aha. 78. Aloqaga chiqaverasizlar, mana obunachilarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qildik. Hop, savdogarlar ham bor, dehqonlar ham bor. Aka, baraka bo'ldimi bu? Nech pul oldi? 34 million 600 ming so'm tirik oyog'iga. Mana obunachilar 34 million 600 ming so'm tirik oyog'iga bo'pti, qulog'ida skanerlar bilan Shvedga chachib ketgan gibrid varianti. Xo'p. Tirik oyog'iga baraka qilgan. Taroziga yorityapman obunachilar. Tarozini yoritib beramiz deganim uzr obunachilar. Qancha chiqadi? Rovno 600 kilo chiqdi mana obunachilar. Hop, endi mana karagarasini qilib solishtirib qo'yaverasizlar. Buqib boqayotganlar. Hop, akamiz arzon olib qo'ydimi, qimmat olib qo'ydimi? Nima deysizlar mana? Mana. Olganga sotganga Alloh taolo barakasini bersin. Akamiz olgan, yo qassob yo savdogar mana olib taroziga tortib chiqib ketyapti. Yaxshi buqalar chiqdi, xudo xolasa yoritib berishga ma'lumotlarni berishga harakat qilib ketdik. Xo'p, mana bu joyda savdo bo'lyapti. Aka, qaysiga pul beryapsiz? Nech pul beryapsiz? 63 mingdan kiloga, bu yoq 65 mingdan deyapti. 65 ming so'mdan taroziga aytilyapti, 60 ming so'm pul berib turibdi. Mana shu joyda mana savdolari bo'lib turibdi. Xo'p, jaydari mesni buqa. Xo'p, adashmasam kilolari 500 kilo, 550 kilo atrofidagi buqa. O'zimizning ola jaydari buqa do'stlar. O'tgan vaqtlarga rozi bo'lib, kuzatish davom etinglar. Hammaga rahmat, omad, salomat bo'linglar obunachilar. Xo'p, dahshat shved obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Dahshat degan tomoni. Aka, necha oylik? 15 oy. Tish buzmagan, a? Yo'q, yo'q, hali 7 oy bor chiqish. 7 oy bor ekan hali. Shunaqa katta bo'ladigan shved obunachilar. Nima desa aka, parodasini, toshnisi. Shved. Tozasidan, 100 dan. Haqiqiy stakan tuyoq. Necha 140, orqa 147 bo'yi. Mana realniy ma'lumotlarga. Uruqqa ham ishlayveradi. Ha, uruqqa javob. Uruqqa ishlaydi. Fermalaring bo'lsa, aka, ishqibozlari bo'lsa, mini ferma, katta fermalarga olib borib qo'yib yuborsalaring ham, xudo xolasa zo'ridan. Ularga skaner taqilmagan. Yo'q, yo'q. Maqtov shart emas-a? Nima desa bo'ladi? Mol o'zini o'zi sotadi. Mana bozorda yaranglab turibdi. Qayerda moli bu? Imom-otalik. Imom-otaning o'zi molingiz bolasimi aka? O'zimizning molda bolasimi aka? O'zini akalarimizning molini bolasiga olib obunachilar. Mana Imom-ota toza havodan tushgan. Qancha narx aytyapsiz bunga? 43 million deyapmiz aka. 38 million berishyapti zotga. Aha, zotga uruqqa so'rayapti. Ha, uruqqa so'rayapti. Uruqqa so'rayapti. Obunachilar taroziga boshqaga berilmaydi. Yo'q, yo'q. Sababi Zotga. Zotga bu narsalar nasldor yo'nalishlar chorvadagi akalarimiz o'zlari buni biladi, qanaqaligini. Mana sifatlariga o'zlari ko'rib baho berib ko'rasizlar. Aka, Necha pul qildi buni? 38 million qilyapmiz. Oz-moz bilan bitamizmi? Bitamiz aka. mana akamiz qiziqyapti. Aka, nima deymiz? 40 millionga beramiz aka. 40 millionga beramiz, a? Nomer aytib ketamiz. Ha? Oz-moz kelishadigan joyi bor aka. 18 ustiga yursa sotamiz. Kelishiladigan joyi bor ekan bizlar. O'zlari baho berib ko'rasizlar. Xo'p, aka, nomer aytib ketamizmi ishqibozga? Aytamiz. Ayting. 33lik. Hop. 745 Aha. 97 97. Sizga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar mana do'stlar. Sifatli, chiroyli, naslli shved. Yonlaridan, ostlaridan, yonboshlarini, tushlarini ko'rsatib beramiz. Aka, gazonda yurganmi bu? Gazonda yurganmi? Gazonda yurgan. Shuning uchun nisbatan arriroq. Endi yemga tashlasa ham bo'laversa kerak. Misol bizga qaraganda specialistlar bor, kuzatadigan obunachilarimiz bor. Xudo xolasa kommentariyaga fikrlarini yozib ketinglar. Obunachilar qanchaga olsa, qancha yemlasa, go'sht qancha sentner go'sht beradi. Hop, kilolari endi kiloga tushalimi sababi uni egasi sabab bo'lmasin. Taroziga sotilmaydigani uchun mana yoritib ketyapmiz. Mana do'stlar. Bir tonna tepasida bo'ladigan buqa обязательно xudo xolasa. Nima desa bo'ladi? Ko'rinishlari aytib turibdi bo'ldi obunachilar. Aka, qaysiga pul beryapsiz? Nech pul beryapsiz? 63 mingdan kiloga, bu yoq 65 mingdan deyapti.
65 ming so'mdan taroziga aytilyapti, 60 ming so'm pul berib turibdi. Mana shu joyda mana savdolari bo'lib turibdi. Xo'p, jaydari mesni buqa. Xo'p, adashmasam kilolari 500 kilo, 550 kilo atrofidagi buqa. O'zimizning ola jaydari buqa do'stlar. O'tgan vaqtlarga rozi bo'lib, kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat, omad, salomat bo'linglar, obunachlar.